bugun Forish tumanida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Bu yarmarkaning asosiy tashabbuskorlari Forish tuman hokimi va Forish tuman prokurori tomonidan tashkil etildi. Bunga asosan ishsiz yoshlar ham jalb qilindi. O'zim mahallama keladigan bo'lsak, jami 17 ta ishsiz yoshlar bor. Bulardan 6 tasi jalb qilindi. Hozirgi kunda boshqa hamma tashkilotlar o'zini bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashmoqda. O'ziga kerakli yo'nalish va tavsiyalar olib, o'ziga yoqqan yo'nalishlarda joylashdi.